alaykum, pritsep ishqibozlari. Mana pritsepimiz xudo xolasa kurklar qo'yilib, risolga tayyorlanyapti. Bu pritsepimizni mini traktor uchun tayyorlayapmiz. Ertaga buni risollarini qo'yib, chiroyli qilib birov turbalarimiz kelgan to'kirdan tayyor bo'ldi. Bu kurklar hammasi cho'tki joy-joyida bo'lib tayyorlandi. Kurklarimiz aylanishlari xudo xolasa yumshoq, yengil. Bu pritsepimiz mini traktor uchun tayyorlanyapti mana. Birov turbalarimiz ham to'kirlarimiz chiroyli qilib sentrobkalarni olib tayyorlab berdi. Xudo xolasa, men ertaga risollarni o'rnatib, chiroyli qilib bitta video obzorini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Bu pritsepimiz o'ngga chapga ag'daradigan chiqadi. Mana keyingi pritsepimiz ramalari ham xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Bu pritsepimiz razmeri 1.80 eni, uzunligi 3.5 metr. Bu ham mini traktor uchun tayyorlanyapti. Bu pritsepimizga ham xudo xolasa ertaga kurklarni qo'yib, risollarni o'rnatib, joy-joyiga qo'yib, chiroyli qilib bitta video obzorini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Akalar, videomiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska bosib bersangiz, O'zbekistonning barcha viloyatidan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Boyda tumani, Yangiqo'rg'on. Telefon nomerlarimizni ekranga yozib qo'yamiz, bemalol aloqa chiqarasizlar. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.